Hammaga salom bo'ldi. Men Kinocraft. Bugungi videoni Minecraftga sizlarga Minecraft deb Telegram kanalimni qo'yaman, qarang. Ana bu yerga kirasizlar. Telegramga hamma bor narsa. Kinocraft, Minecraft modlar va FS Mobile. Hamma narsa bo'yicha olganman. FS Mobile'ni qo'yganman videolarimni. Men sizlarga mana shu silkaga Minecraftda mana ko'rsataman. Mana kartalar ham maslahat qilingan mana. Sizlarga o'zi 13-qishloq modini ko'rsataman. Mana modlarni ko'rsatib beraman sizlarga. Bitta ko'rsatib o'chiramiz. Mana shu ham yetadi. Mana serverlar bu. Serverlarga server tashlab qo'yaman. Bu serverni olasizlar va Larry Sempe ochib qolish mumkin. 13-derevnya, ya'ni Kampotni qishlog'ini ko'rsataman. Obzor qilib beraman. To'liq o'sha Kampotni o'zini qishlog'i juda ham zo'r bo'lib chiqqan. Uyinga telefonlar qo'shilgan, kompyuterlar qo'shilgan. O'zim qo'shmaganman, modlarni qo'shib beradi. Shu YouTube silkasiga ham tashlab qo'yishim mumkin. Mana shu Telegram kanalimni to'la olsin. Mana shu narsani. Yaxshi. Davay, kir. Davay. Mana. O'ynaganman, o'zini mana. Kartochkada bo'ladi mana. Modni ko'rsatib beraman. Shunchaki kartochkalar bo'ladi. Telefon modi qo'shganman. O'zi qo'shib beradi telefon modini. Mana. Odamlar bo'ladi, nomlar, bursalardan bo'ladi. Kampotni tereniyasi kreativ deb qo'y. Kreativ deb beraman. Kreativ выживание турский. Ruscha e'tibor bermaslar mana. Kampotni o'zini derevnyasi. Shuni bilganim yo'q. Instagram uchun zo'r so'rayman hammadan. Opa. Mana shu qishloqqa video ham olsalaringiz bo'ladi. Unda kirasizlar, pastigacha narsalar bu. Mana bitta televizor, bitta kompyuter. Mana ancha bu modlarni o'zim qo'shmayapman. O'zi qo'shib beradi. Tushundingizlar? Keyingi uni ko'rsatib olay. Hozir bir minut. Hammaga xayr. Shu bilan Asadbek sizlar bilan mayli hammaga xayr deb qolaman. Hammaga xayr.